Hurmatli podpischilarimiz, Cobalt proyektimiz bitgan. Avtomobil 111 uchun ishlangan. Cobaltimiz bitdi. Ko'rib baqa berasizlar. Polniy obzor ishimiz. Mashina necha so'm pul ketganini taxminan o'zingiz baqa berasizlar, aytasizlar. Ko'p narsalar o'zgardi mashinani. Operativniy o'tibdi mashin. Mashin Toshkentda haydash uchun taxlandi, shuning uchun hammasi to'lka eng yaxshi narsalar ishlandi. Sırtını gördüğünüzde akuratni o'tirdi. Endi ichini o'tamiz. Qo'shni o'chiramiz. Qaranglar. Mashinning salonini bir baqa berasizlar aynan. Mashina bir hafta davomida mehr berildi. Polniy hamma yeri zatildi mashinani. Mashina uverim bo'lyapman, hech kim gap topolmaydi. Sababi shaxsan o'zimning nazoratim bilan polniy mashinani o'zim haydash uchun polniy noldan hammasini birma-bir qarab yaxshi niyatda tuzdik mashinani. Hamma yer o'zgargan mashinani, ko'p yerlar o'zgargan. Beda eng vidnasib turgan narsani ko'rib turibsizlar. Malibu 2 anatomический rul. Antiradar Neoline Xscope 7800S Wi-Fi Black. Mendan ko'pchilik so'raydi, qaysi antiradar yaxshi deb. Men ham o'zimga mashinamga uncha narsani xohlamayman. Iminni shu antiradarni xohladim, shu antiradarni qo'ydim. Hozirgi kunda eng ko'p sotiladigan antiradarlardan birisi shu bo'ladi. 7800S. Hamma tavsiya etamiz, bahasi $180 turadi. Mashinning ichini ko'ringlar. Mashinni hazat paydo mashin bo'lgan, shumkilari hamma narsalar ishlangan mashinning jamiki noqulaylik bo'lgan bo'lsa, hamma qulayliklar shu mashinada yaratildi. Shunga loyiq zato hazat paydaladigan mashin bo'ldi. Men sizlarga uverim bo'lib aytaman, agar ishunni Cobaltni olib tab ishlattirib shunga o'xshagan ya bo'lsa, bundan ham zo'r zatiladigan bo'lsa, liboy inomarkidan kam bo'lmaydi mashin. Sababi jamiki noqulayliklar bo'lsa, mashinada hamma narsa bor. Hattoki tunnel datchik ham bor. Menda tunnel datchik ham o'rnatilgan. Aytdim-ku, mashin Toshkentda yurish uchun zatilgan. Toshkentda tunnellar ko'p bilasizlar. Tunnellar tushganda o'zi avtomatik yanadi. Shuna datchik ham ustiga ketilgan. Signalizatsiya dominant. Rol Malibu 2 anatomический rol. TCC2 original deflektorlar bilan spesialniy maxsus yasalgan bizlar uchun iminli. Bir oy davomida bizlarga shu narsani ishlab bergan. Qo'l mehnati bu, tayyor narsa emas bu. Buni tayyor varianti bor, 3 barobar arzon turadi. Sifat ham shunga loyiq tufta bo'ladi. Keyin Malibu 2 bar. Malibu 2 barni maksimalniy darajada eng yaxshi etib qo'yishga harakat etganmiz. Start stop vatan. Original start stoplar qo'yilgan mashina. Eng yaxshi start stoplardan birisi yana shu bo'ladi. Bagaj knopki sudatchik. Keyin obshipkasini Aquaprint Black Piano variantlar bilan birga. Shumkilari, video registratorlari, signalizatsiyani eng yaxshisi. Xullas hamma narsalarni eng yaxshilari ishlangan. Keyin audio sistema Infinity Primus ular ham ishlangan. Pichalki Gertz eng premium klassda hamma narsalari eng yaxshi narsalar ishlangan. Beda arzon narsa, tufta narsa aslo ishlatilgani yo'q. Faqat va faqat premium luxury segmentdagi narsalar qo'yilgan. Mashina qiziqadiganlar uchun maxsus iminni YouTube uchun video ishlab turibmiz. Mashinani mingan odam
Men tushunyapsiz sizlar, uverin bo'lib so'ylayman, mashinadan tusha olmay qoladi. Hozir men bu videoda nechik sizlar yetib turibdi bilmayman, lekin mashinani o'zini minib ko'rsanglar, umuman mashinadan tusha olmay qolasizlar. Jamiki qulayliklar bo'lsa ishlangan mashina. Chexollarimiz ham zaказной Karmen brend, rossiyskiy brend, imennoy maxsus chexol bu. Malyuk bar, bespirodnoy zaryadkalar bilan birga. Qo'yasizlar. Mana zaryad oldi уже yana. Manzaraga bir baho berasizlar.